Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bizning navbatdagi mahsulotimiz chiqib keldi. Buni obzorini tayyorlash jarayonini ko'rsatdim. Turbaga yukayotganimizni. Mana bitta mahsulotimiz. Bo'ylari 80. Barnes storimiz bo'yi 80. Buni fast food chiqaradigan oshxonaga hozir beramiz. Keyin obzorini ham qilamiz buni. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa sifati ham, trubalarning markasi ham o'ta yaxshi markalardan, glansivisi ham juda yaxshi trubalardan ishlatilgan. Narx-navosiga keladigan bo'lsa, shu gruppamizga yozasizlar, aloqaga chiqamiz. Xudo xolasa narx-navosi ancha arzon chiqadi. O'zbekiston bo'ylab. 12 ta viloyatga dastlabki qilib beramiz bularni.